O'zbekchada ular shunchaki bu futbol deyishadi. She'riyatda esa bunday aytiladi. Bu yurak urushi maydonda jaranglagan lahza. Bu orzular to'p ortidan yugurgan sahna. Bu g'alaba degan so'z ko'zlarda porlagan. Bu mag'lubiyat ichra ham sinmaydigan g'urur. Bu oxirgi daqiqada nafasni ushlab turish. Bu bir zarba bilan butun xalqni kuldirish. Bu shunchaki o'yin emas, bu hayot nafasi. Maydonda yoziladi million qalblar qissasi.